Uçaskemiz zudlik bilan sotiladi. Ugulu uchaska Shkontida joylashgan. Bahasi ham Shkont bo'ladi. O'zi ham Shkontida joylashgan, xudo xolasa. Mendan bir chala obzor bo'ladi. Sizlardan krasavchik like bo'ladi inshaalloh. To'rtko'l tumani Adakkayev 3-brigad. Polni aholi yashab o'tiribdi. Bular gaz, svet, umuman muammo bo'lmaydi. Yana shu yerda. Yana Ugloy, beram yo'l, Kaptalam yo'l bo'ladi. Yana aholi polni yashab o'tiribdi bu yerda. Gaz tartib, svet tartib, hammangiz joy. Bir de Ugloyni. Bundan ketasiz, bundan ketasiz. Xudo xolasa chala qilib obzor qilib beraman sizlarga inshaalloh. Chalasini like bilan podдержкада bo'lasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Kanalimizga abadiy obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa shunday chiroyli, foydali, manfaatli videolarni chiqarib boramiz. Xo'p, yer maydoni esa tam muktal turibdi. Ina pundamentdan 5 metr buyonda. Hammasi tayyor, uni solib ketaverasiz. Inshaalloh chala qilib obzor qilib beraman. Fundament kuyib turibdi. Xo'p, biza chegarasi bilan danishdik. Ina shu chegarasini shu yerda ina. O'sha yer maydon 20 sotik, dokumenti 100% toza. Kim olaman desam, xudo xolasa yaxshi imoratlarni saqlang inshaalloh. Hop, yine ahali yashab o'tiribdi bu yerda. Va turibdi aholi polni. Menda yani gazni bir narsa bor men tarafda. Gazdan muammo yo'q beriladi. Yine bu chorva uchun chegara berini. Damuktal turibdi. Bu atsiz yine. Ekib ketaverasiz atsini polni. Bahasini ham shkant etib beramiz. Xudo xolasa kim olaman desam inshaalloh yaxshi imoratlarni saqsin, yaxshi kun bo'lsin, yaxshi to'y bo'lsin. Boshda bir chegarasi bilan danishtirib o'ting, hammalarni bir ko'rsating. Xudo xolasa ma'qul kelsa inshaalloh bosib beraverasiz. Ekranni nomerini qoldiraman, bahasini hozir aytaman video davomida. Yine bir de ne? Malxana, to'qxona uchun damı diklanib turibdi. Endi qaziq yana, chetine bir de qaziq bor. Endi qaziq qaqilgan, cheti shu deydi. Ana shu chetine chegarasi. Bu orqa tarafini. Ko'rdingizmi? 20 sotik bir, dokumenti 100% toza. Yine inshaalloh. Dokumentini ko'rib, keyin video olib turibman. Ne bir yandan meni aholi yashab o'tiribdi. Polni aholi yashash punkti belli. Yine maşallah. Polni aholi yashab o'tiribdi. Biri 622 Zaparapkin yanından girip gelir. Şurada svetofordan doğru girip gelir. Ev trası yanından. Kaptalı yol. Xudo xolasa. Zor yer. Bir de mesela atsın serkis getirip mal pal bakaman deseniz zakon ne bo'lar. Mala qiziqadi on. Ağalarımız kasaba ağalarımızı basıp versin de bo'ladi inshaalloh. Ne bir tamam mı? Kaptaldan gelip bir malxana. Bak neseniz kaptaldan ne koysanız bo'ladi. Paxsadan mesela iş koyup darvaza koyup polni mal baksanız bo'ladi bir de. Zor yerde. İnşallah. Pınamitan bir göstereyim. Yer meydandım katta. Kaptallar ham zo'r. Gengeda joylashganda. Xudo xolasa, ne bakam yo'l yine. Kaptanımız hem yer yo'l bir de. Banda zekash beni. Katta zekash bor. Hech ne. Xo'p, o'lmas buni bahasıncha so'm bo'ladi degan obunachilarimiz uchun egasi buni tartishib o'tiramiz. $13,000 dedi. $13,000 ham qaytib beradi, kelishib beradi. Xudo xolasa. Olaman dedi adam. Chinakdan kelsa qaytib kelishib beradi. Xudo xolasa. Ugloyda joylashgan. Pınamitam, hop, poni joy solsa moslashib netgan. Eldan katta, hamda bir pınamiti, hamda bir joy, bir xona, da bir xona moslashgan, 1, 2, 3, 4 xona, adam qo'qni baniya moslashgan ekan. Shuni netganlar buni. Pınamitini quyganlar. Ma'qul kelsa, shuni o'zingiz solasiz, bo'lmasa, yıkib qaytadan buzib solasiz. Lekin pınamiti mahkam ishlangan. Yaqinda quyganlar pınamitini. Pes nomer kaldırama kim ma'qul gelmeyse bas veririz. Yoldan girip geliriz polni. Yine. Doğru yol çıkarады. Şimdi aylanıp poyuz yolunu ötüp geleveririz bir yere. 622 Zaparapkin kaptandan girip poyuz yolunu ötüp geliriz. To'rtko'l tumani Ev80 Trasasiyandan girip geliriz. To'rtko'l tumani Adakkayev 3-brigad. Yine komşular yashab o'tiribdi polni. Svet kelgan. Yine polni. Bemalol bosib verasiz, like bosib yaqinlaringizga tashlab qo'yasiz inshaalloh. Shuni foydali manfaat videolarni chiqarib boramiz inshaalloh. Ugloy uchastka $13,000 qaytib kelishib beradi inshaalloh.